Assalomu alaykum qadrli atir shaydolari. Sizlar bilan bugun biz ko'pchilik bilmaydigan, lekin juda ahamiyatli sanaladigan atirdan to'g'ri foydalanish haqida gaplashamiz. Atirni to'g'ri tanlash muhim, lekin undan to'g'ri foydalanish undan-da muhimroq sanaladi. Foydali ma'lumotlarni bilish uchun sahifamizga obuna bo'ling va biz boshladik. Atirni impuls tochkalariga seping. Impuls tochkalar qayer deyishingiz mumkin. Impuls tochkalar bilaklarimiz, bo'yin osti va quloq orqasi hisoblanadi. Nima uchun bu yerga sepiladi? Bu yerda qon aylanishi yaxshi bo'lganligi sababidan atirimizning notalari yaxshi taraladi, yaxshi ochiladi va atirni yorqinroq taralishiga yordam beradi. Shu sababidan shu tochkalarga sepish tavsiya etiladi. Atirni sepgandan so'ng ishqalamang. Bu atirni notalari aralashib tabiiy ochilish jarayonini buzadi. Aslida qanday qilish kerak? Atirni sepasiz va ochilishini, tabiiy ochilishini kuting. Shundagina siz atirni asl iforini his qilishingiz mumkin bo'ladi. Atir foydalanuvchilar orasida kuzatiladigan yana bir og'riqli holat atirni stoykasida past turishi. Bunga yechim nima bo'ladi? Atirni kiyimga sepishlik. Odatda kiyimda atirni stoykasida uzoqroq saqlanib qoladi. Faqat ehtiyot bo'ladigan tarafi oq va ipakdan bo'lgan kiyimlarga masofadan sepishlik tavsiya etiladi. Ya'ni 15-20 sm uzoqlikdan sepishlik tavsiya etiladi. Undan tashqari soch va soqollarga sepishlik ham atirni yorqin taralishiga yordam beradi. Atirni qaysi vaqtda sepish kerak? Odatda kundalik hayot uchun sepmoqchi bo'lsangiz, uydan chiqishda sepishlik normal holat, lekin birorta uchrashuvga yoki bir marosimga borishni niyat qilgan bo'lsangiz, unda odatdagidan 10-15 daqiqa, ya'ni uchrashuvdan 10-15 daqiqa oldin sepishlik normal hisoblanadi. Nimaga? 10-15 daqiqadan keyin atirni rosa ham yorqin notalari ochilib beradi. Ya'ni bu sizni uchrashuvda yoki marosimda o'zingizga ishonch va sizni qolganlar ko'z bilan qaraganda zo'r taassurot qoldirishingizga yordam beradi.